Kavrak o'simligi haqida eshitganmisiz? Bu o'simlikning foydali xususiyatlari haqida Abu Ali ibn Sino, Beruniy kabi allomalarimiz asarlarida yozishgan. Ushbu o'simlikning Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Navoiy, Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida o'sadigan turlari dorivorligi yuqori sanaladi. Hozirda kavrak klasterlar shaklida vodiy viloyatlarida ham parvarish qilinmoqda. Kavrak dorivor o'simligi maydonlarini kengaytirish, plantatsiyalar tashkil qilish, ularni qayta ishlashni rivojlantirish maqsadida Quvasoy shahrida dorivor o'simliklar yetishtirish va xom ashyolarini tayyorlash bo'yicha malaka oshirish o'quv markazi tashkil etildi. 2021-yildan noyabr oyidan hozirgi kunga qadar 5000 gektardan oshiq joyda madaniy kavrak plantatsiyalari barpo etildi. Bunga ko'chat usulida hamda urug' sepish yo'li orqali. Bunga shaxsan o'sha band bo'lmagan yoshlarimizdan 22 mingdan oshiq yoshlar band qilindi. Kavrak namlikni yaxshi ko'radi. Bu hozir respublikamiz hududida 7 ta viloyatida 6 ta klaster tashkil qilingan. Kavrak o'simligining shifobaxsh dorivor o'simlik sifatidagi xususiyatlarini xalqimizga keng yetkazish maqsadida ishlab chiqilgan chora-tadbirlar natijasida kavrakchilik klasterlariga Quvasoy shahridagi foydalanilmayotgan yerlardan 14 gektar maydon ajratildi. Tadbirkor esa bu maydonda ish bilan band bo'lmagan hamda o'quv kursini yakunlab sertifikat olgan yoshlarga 10 sotixdan yer ajratib bergan. Bu bo'yicha yo'l xaritasi ham ishlab chiqqan. Kavrakning yer yuzida 160 dan ziyod turlari, mamlakatimizda esa 50 ga yaqin turi uchraydi. Aytish mumkinki, kavrak o'simligi xom ashyosini eksportga yo'naltirish borasida o'tgan yilning o'zida mamlakatimizda 7 million 300 ming dollarlik foyda olingan. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona, yoshlar.